أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Hürmetlik sabaktaşlar. Bugün kelgen dersimiz bolsa Ebul Barakat en-Nesefi rahimahullah yazgan Menarul Envar namlık usul fıkıh kitabının şerhisi Molla Ciyuni rahimahullah yazgan Nurul Envar namlık bu kitabının has bölümünün bir tarmıqı bolgan emir babı kelip tutqanydyk. Emirninki ta'rifini ketip atdymyz hazır. Emirnin ta'rifide. Emir degen qandaq narsa? Deb emirnin ta'rifi ve emirnin hükmünü şu jarayonda ketip baramiz. Biz bundan burunqi dersimizde musannif bizga nima degan edi? Emir siyg'isi vujub, yani emirning murodi bo'lgan vojiblik emir siyg'isiga xos degan bilani bayon qilib, yani bizga taraduf bilan mushtarak emas ekanligini, yani emir siyg'isining emir siyg'isi bilan fiil, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fiili mutaradif emas, ma'nodash emas ekanligini, o'xshash bir ma'no, o'xshash bir vujudni bildirmaydiganligini va vojiblik, mubahlik, mandublik nimadan o'xshash bir amr sig'isidan chiqmaydiganligini, faqat amr sig'isidan faqatlam vojiblik bilan chiqadiganligini, ya'ni mushtarak emas ekanligini. Bu shu haqda biz darsda so'zlab o'tgan edik. Endi şu dersin devamı bu, hatta şu dersin devamı. Yani başta mucmel keldi musannif, mucmel halette. Endi tefsiri bayan kıldı, muradif emas, mutaradif emas ekanligini. Thumma sarraha ba'da zalika bi nafi at-taradufi qasdan. Musannif rahimahullah şunu bayan qilib, endi bayan qilgandan keyin, mucmel bayan qilgandan keyin, yani bu muradif emasligini, yani emir siyg'isidan faqatlam emir siyg'isidan vojiblik chiqadiganligini, yani nimadan emas, fiildan emas ekanligini, yani emir siyg'isi bilan fiil ikkisi mutaradif emas ekanligini ochiq bayon qildi bu so'zda. Qasizda faqal dediki hatta la yakuna al-fi'lu mujiban. Yani shunda darajadagi vojiblik murod shunda darajada emir siyg'isiga xos bo'ladiki, fiil vacip kılıcı olmaydı. Fakat vaciplik emir siyg'isidan xos bo'lgandan keyin, yani vaciplik emir siyg'isidan chiqadi, nimadan chiqmaydi o? Fiildan chiqmaydi o deydi. Xo'sh. Yani biz şu o'tgan darsimizda so'zlab o'tgan qoidamiz al-amru la yufidu illa al-wujub, al-wujub la yustafadu illa min al-amr degan bir qoida bor. Yani amr fakat vacibni la ifodalaydi, amr mutlaq. Vojiblik faqat amrdilla ifoda qilinadi. Amrdilla ifodalanadi vojiblik degan bir qoida. So'zlab o'tgan edik. Yani mishada shuni kuchlantirib men hozir. Hatta la yakuna al-fi'lu mujiban, yani ay idza kana al-muradu makhsusan bis-sighati la yakunu fi'l an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mujiban 'ala al-ummati min gayri muvazabatihi aleyhissalatu vesselam. Yani demek ki bo'g'imiz qachonki murad, yani amr siyg'isidan bo'lgan murad, yani vojiblik maxsusan bis siyg'a, yani amr siyg'isiga maxsus bo'lsa la yakunu fi'lun, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan ishi mujiban alal ummati, ummatga min gayri muvazabati, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki muvozabat qilishsiz hamisha davomli qilmagan bo'lsa ummatga vojib qilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki qilgan harakati ummatga
sherkning o'zi ummatga vojib bo'lmaydi. Nima degan gap bu? Payg'ambar alayhisolamniki qilgan ishi bor. Payg'ambar alayhisolamning degan so'zi bor. Bizda amr degan nima so'z? Amr degan gap dedi. Qavlun deb. Qavlu qoid deb tushundimi? Cins holat shaklida. Bu og'izdan chiqqan gap. Ya'ni if'il yoki la taf'il. Qilgin yoki qilma degan mazmundagi, ya'ni yuqori talabdan o'zini yuqori sanab turib, tuvanga yoki o'zidan tang yoki o'zini yuqori sanab turib qilgan talaffuzdagi aytilgan talab so'zi nima? Buyruq deb ataladi. Bu buyruq nima? Mutlaq kelganda boshqa bir qaynisiz holatga kelsa, vojibni, ya'ni farzni ifodalaydi. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki, demak Payg'ambar sallallohu so'zi hamda buyruq demakchi. Payg'ambar sallallohu qilgan ishi desa, Payg'ambar sallallohu qilgan ishi mutlaq kelsa, ya'ni Payg'ambar sallallohu hayoti tark etmay qilgan ishi bundan mustasno masalan. Uningdagi uni tavba etganmigan bo'lsa, boshqa bir qaynisiz holatga kelgan faqat Payg'ambar qilgan. İşler nima vojib ifodalaydi, balki nimani ifodalaydi? Sunnatni ifodalaydi. Tushunammi? Sunnat ifodalaydi. Bu Hanafi mazhabida. Xo'sh, endi xilafan li ba'd ashab ash-Shafi'i rahimahullah. Bu İmam Shafi'i rahimahullahning ashablarining ba'ziga xilof qoldi. Hatta İmam Malik rahimahullahga, hatta İmam Ahmad ibn Hanbalga hammasi xilof qildi bu qonun, bu usul. Ular nima deydi? Hadis sahih bilan bo'ladigan, sog'lom bilan bo'ladigan vojib hukm chiqaverdi deydi. Ammo Imom Azam Abu Hanifa unday demaydi. Mutlaq fi'il bo'lsa, mutlaq fi'il. Payg'ambar mutlaq qilgan ishi, mutlaq degan gapdan ya'ni muvozabat chiqib ketdi. Payg'ambar yemish qilgan ishi hukm boshqa. Payg'ambar hayotda tark etmagan hukmi va Payg'ambar buni qilmasang bo'lmaydi, buni nima qilgan va'id. Qilmasa davzaq bilan yoki gunoh bilan va'id tahdid solgan, aytilgan tahdid bilan qilgan ishlari boshqa. Ammo bu Payg'ambar qilgan, boshqa qilmagan faqat. Bunday ishlardan bizniki Hanafi faqat Payg'ambar alayhisolamga xos bo'lib qolgan avvalida sunnat ifodalanadi. Endi xilafan li ba'zi ashab ash-Shafi'i, İmam Shafi'i rahimahullahning ba'zi ashablariga xilof qildi. Fa innahum yaqulun, chunki ular bunday deydi. İnna fi'len Nebi Aleyhisselam. Şüphesizki Peygamber Aleyhisselam'ın iş hareketi aydan mucibun. İş hareketi hem vacip kılıcıdır. Yani vacip hükümünü ifade ediyordur. İmma nemiş kalsa ya ki li'ennehu emr. Ya ki o emirdir. Ve kullu emri lil vücub. Her kadar emri vacip kılıcıdır. Nemiş kadar sorsak? Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın işi mu emir. Peygamber Aleyhisselam'ın buyruğu mu emir. Kılan işi mu emir. Okşaş. Şu sebepten vacip okşaş, bütün mü okşaş çıkıyor deydi o. Ya ki ikinci illeti ve imma li ennehu müşarikun lil emril kavli. Birincisi de terakki bilen yani kattı okşaş o deprem dedi. İkincisi de biraz tennezzül oldu, biraz düşüş var. Ve imma li ennehu ya ki o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki kılan fiili şey müşarikun lil emril kavli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki kavli boğan ağzaki boğan buyruğa müşarik, yani şirkleşidir. Diyen şunun rolünü oynaydı. Şunu okşaş demek demdi. Yani bir derecede olmasa iş kılıp okşap kalıdı. Şirkleşidir. Ve hadal hilafu. Hem de dep yani bulardaki umumi icmali delilini katıyan buldu. Musannif Şafii'lanık. Onu kelinde bizge meyada ve hadal hilaf beynana diyen bizge nemin depirdomda tahliru mahallin niza' de bir kaydı var. Yani munaza'a. Munazara yani münazirleşiş kaidesi de avval bir kaide var bizde. Yani tahliru mahallin niza'. Şunu mı? Yani talaş tartış buluvatkan meselenin orunu nima qilish? Şunu tahrirlash. Yani biz nima mesele talaş tartış qilyapmiz? Nima mesele talaş tartış qilmayapmiz? Mesela hozir men deyman, Shafiilarda degan bilan dalil keltirib beraman. Payg'ambar alayhisalom mesela 11 xotin olgan. Biz 11 xotin olmaymiz. Payg'ambar 11 xotin olgan. Qilqi. Payg'ambarning qilgan ishi fi'li. Bizga halol emas o. Onun için Peygamber Aleyhisselam'a teheccüd namazı farz vacip idi. Bizga vacip emas deb bunda dalilini keltirsam, nima qilgan bunu tahrir mahallimizni qilmasdan bu nima bo'lib qoladi? Biz asli Shafi'i dedi bu yerda Shafi'mi unda nima qilmaydi? Unda demoqchi emas.
Onun da Şafii mezhebi o Şafii'li mi nima emas shunaqa. Mesela onun bir inkar yok. Mesela ben meğer davet qilgandek mushunda ishdan sirt, bunda payg'ambar sollallohu xos bo'lgan ishlardan sirt payg'ambar sollallohu qilgan bir ish bo'lsa, mush ish vojibni ifodalaydi davatida Imom Şafii. Ya bu Hanifichu mush ishni o'zi payg'ambar sollallohu hamisha qilmagan bo'lsa va yana bir qalini bilan payg'ambar alayhisalom boshqa bir qalinlar bilan tahdid vaid bilan buni so'zlamagan bo'lsa, nima bu vojib ifodalaydi, faqat sunnatni ifodalaydi deydi. Ayqo'sh. Deydiki yana وهذا الخلاف بيننا وبينهم يعني بو خلاف bizning Hanafilar bilan Shafiilar orasidagi bu xilaf yani tahrir محل الخلاف bu xilaf fi kulli ma lam yakun sahwa minhu alayhisalom yani payg'ambar alayhisalomdan sahva qilib qolgan narsaning hammasida wala tab'an lahu payg'ambar alayhisalomdan tabiiy bo'lmagan narsaning hammasida wala maxsusan bihi payg'ambar alayhisalomga maxsus bo'lmagan narsaning hammasida tushundingmi bu nima degan gap desanglar payg'ambar alayhisalomdan sahvan bo'lib qolmagan degan gap payg'ambar alayhisalom bir qatim namozni qancha rakat o'qidi 3 rakat o'qib 3 rakat o'qib ya 2 rakat o'qidi 2 rakat o'qib salom berib o'tibdi Zuleyden deb bir sahobadan birisi ya Rasululloh namoz qasr qilindimi yo unutib qoldimi debdi unutib qolmadim qasr qilmadim deb payg'ambar yaqinsidan endi o'qiladi payg'ambar sahobalar qadam birsida qizalan ha shunda bo'ldi dedi ha Rasululloh namoz shu qilib 2 rakat namozni o'qib o'tib unga sayd sahv qilyapti endi biz hammamiz Rasululloh endi o'qitganda hammamiz 2 rakat o'qib endi qilamtimiz la bu degan nima payg'ambar sahobaliklar qilsa olsa bu nima emas buniki vojib emas hatta sunnat emas buningda Imom Shafiidan biz nima bil ittifoq ma masala ittifoq kelgan undan keyin wala tab'an lahu degan payg'ambarning tabiiti masalan payg'ambarning tabiiti mijozi payg'ambar alayhisalom nima go'shtlarni qo'yning oldi quliga amraqdi masalan payg'ambar alayhisalom bunda mang'atdi bunda uyatdi degan masalan bularning hammasi vojiblikni ifodalamaydi buni vojibni ifodalamaydilikda Imom Shafiining ham bizning ham nima bil ittifoq wala maxsusan bi payg'ambar alayhisalom xos bo'lgan hukmlar bor masalan payg'ambar alayhisalom 11 dona xotindan nima halol bo'lgan bizgacha 4 dona payg'ambar alayhisalom tahajjud namozi o'qish vojib bo'lgan bizgacha nafl ya'ni shundoq ya'ni shundoq ishlardan boshqa bunda ishlarda bizga vojiblik ifodalamaydiganligi nima Shafiilarimiz orasida bil ittifoq ixtilof yo'q demakchi va illa fa adamu kawnihi mujiban bil ittifoq ya'ni bunda masalalarda yuqoridagi masalalarda payg'ambar alayhisalomning qilgan xiliqi sunnati vojib qilmaydiganligida bil ittifoq ammo'ylar nima ittifoq kelganmiz tushundingmi endi nima uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki qilgan ishlari Shafiinikida vojiblikni ifodalaydi Hanafinikida vojiblikni ifodalamaydi desanglar bu yerda dalilni keltiryapti bil man'i anil visali va khal'in ni'ali ya'ni payg'ambar alayhisalom nima qilishdan ro'zini ulab tutishdan man'i qilganligi va khal'in ni'al oyoqlarni silib o'tishdan man'i qilganligini aytadi ya'ni bu bizning Hanafilarning dalili bu nima deyapti agar payg'ambar alayhisalomning qilgan ishi vojib qildigan ish bo'lsa bu yerda nima qilmaydi payg'ambar alayhisalom ro'zini ulab tutishdan cheklamaydi va oyoqlarni silib o'tishdan namozda cheklamaydi chunki payg'ambar alayhisalom o'zi qilganlik uchun boshqa sahobalarni qilish vojib bo'lgan bo'lsa vojibni payg'ambar alayhisalom cheklamaydi bu yerda chekladi shuna bo'lganligining o'zi payg'ambar alayhisalomning qilgan mutlaq ishini nima qilmaydiganligini vojiblikni ifodalaydiganligini dalili deydi balki bundan kuchliroq dalillar bor anladın chunki meni o'ylashimda bu dalil agar qarshi taraf shunda qilishni ishlatsa nima deb javob beradi hada laysa mahallun niza deyish mumkin hada laysa mahallun niza bu biz talash tarish qilgan emas bu chunki ro'zini ulab tutish degan payg'ambar alayhisalom xos bo'lgan bir ish bo'lganligi uchun besh chiqadiku payg'ambar alayhisalom to'sqan undan keyin oyoqlarni silib o'tish degan u payg'ambar alayhisalomga xos bo'lgan bir ish bo'ldi payg'ambar alayhisalomniki oyog'ini ostida nijosat edi shuncha sabab u payg'ambar alayhisalom xos bo'lgan bir ishdi demak tabiiyki bunda deyishi
Normal bu deliliniz delillanmayı deyish mumkin. Agar ma'da demabdi u, lekin Payg'ambar alayhisalom mencha eng kuchli dalil bunga. Payg'ambar alayhisalom nima degan? Xandaq kuni 4 vaqt namoz qazolab ketdi. Qazolab ketib Payg'ambar alayhisalom nimalarga man 4 vaqt namozni tartib bilan qazosini o'qidi. Tartib bilan qazosini o'qib, undan keyin sallu kama ra'aytumuni usalli dedi. Aslında o'zi qilib qolib turib, yana men namoz ko'rgandek namoz o'qinglar dedi. Payg'ambar alayhisalom yeni bir rakat, yana bir shu hadisda yana shu sallu kama ra'aytumuni usalli. Men namoz o'qigandek namoz o'qinglar dedi. Agar Payg'ambar alayhisalomniki ash qilgan ishi yolg'iz vojib qilgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom demaydi. Shunday ma dalil ajoyib kuchli dalil. Ya'ni tahrir mahall nizoatni tashqari bo'lgan kuchli dalil ma. Endi ma ichki dalil endi men tushunganim ham shunda tushunib qoldim endi. Agar qarshi taraf undan desa nima deb javob beramiz bunga deb o'ylab qoldim. Balkim mashayixning o'ylig'ini ba'zi men aytolmayman ekanman. Lil man'i 'anil wisali wal khal'i muta'alliqun bi qawlihi. Yani bu hatta la yakuna al fi'lu mujiban degan qavliga mutaalliq ma'diki lam lil man'i degan jar majrur. Yani hatta fi'il Rasulullohning qilgan ishini men mujiban o'z oldiga vojib qiluvchi bo'lmaydi. Nima ish qilsa, Payg'ambar alayhisalom o'zini ulab tutishni to'sqanligi, oyoqlarini silishni to'sqanligining jihatidan deydi. Ve hujjatul lana. Endi bu dalil bizning hujjatimiz deydi. Ya'ni liman alayhisalom Payg'ambar alayhisalomning o'z ashablarini ulab ro'za tutishni va oyoqlarini silishni to'sqanligining jihatidan. Ruwiya annahu alayhisalom Payg'ambar alayhisalomning rivoyat qilinishicha Payg'ambar alayhisalom vasala ro'zani ulab tutdi. Ro'zani ulab tutdi degan qanday tutish bilamsizlar? Yani iftar qilmasdan. Bir 2 kun, 3 kun aqmaqi. Bir zo'la qilgancha iftar qilmay, kechki tomoq yemay, yine ertesi yine zo'la yemay, yine aşı ya ertesi 2 kun ya 3 kun aqmaq ulab ro'za tutish. Hech nima yemay. Bunda ro'za tutishni nima? Payg'ambar alayhisalom to'sqan. Payg'ambar alayhisalom ro'zani ulab tutib edi. Payg'ambar alayhisalom ashablari ham ro'zani ulab tutdi. Fa ankara alayhimul muvafaqa. Payg'ambar alayhisalom ularga muvafaqada fi visalis savm. Yani ro'zani ulab tutishda ularning Payg'ambar alayhisalomga udumudi o'xshash qilishini inkor qildi Payg'ambar alayhisalom. Ularning bunday ishi qo'shilmadi Payg'ambar alayhisalom. Faqala dediki: "Ayyukum misli." Sizlarning qaysinglar menga o'xshaydi? Yut'imuni robbi va yusqini. Meni Rabbim menga taom beradi ve meni sug'uradi. Yani hadisni ma'nosi demakchi. Hadisni mazmuni shu. Yut'imuni robbi va yusqini dedi faqat shuningmi? Ve yani entum la tastati'un as-siyam. Yani sizlar ro'za tutishga mutavaliyatlar kechi kunduz aqma ro'za tutishga qodir bo'lmaysizlar. Ve liya quvvatun ruhaniyya. Mening ruhani quvvatim bor Allah Teala dergahiden ut'amu inde. Allah'ın dergahida uzuqlandırıladigan ruhani quvvatim bor deydi. Nima ish qilib ruhani quvvatim bor deb tarjima qilamsizlar? Agar Payg'ambar alayhisalom tamoq musulmon diyeceğim, xuddi Maryam alayhisalomga her gün mehrabning yanında cennetin üzümleri, qishliqning meyveleri yazlıqning meyveleri qishliqda oldida hazır bo'ladi. Xuddi shuningdek meyveler hazır bo'lsa Payg'ambar alayhisalom tamoqni yeb ro'za tutgan bo'lamdi. Bu yerdagi demak yo'g'ini anda jannatdan chiqqan tamoq o'zi bu tamoqda ya anda taom emas. Anda hissiy taom emas. Bu yerdagi ma'naviy, ya'ni uzuq, ruhiy uzuq shundoqmi? Ruhiy kuch-quvvat badanga Alloh taolo bevosita kuch-quvvat ato qilgan, ruhiga kuch-quvvat ato qilgan, ma'naviy ruh, ma'naviy kuch-quvvat ato qilganligini aytilmaydi. Ve usqa min şarabil mahabba. Men muhabbat şarabida Alloh taologa bo'lgan muhabbatimning şarabidan sug'urilaman degan bo'ldi buning ma'nosi. Kema qala qoil bir she'rda bir shoir mundaq degan ekan. Ve zikruka lil mushtaqi khayru sharabi ve kullu sharabin dunahu kasarabi. Sizning zikringiz lil mushtaq, aşıqqa en yaxshi sharobdir. Ve sizning zikringizsiz, sizning gapingizsiz her qanday bir sharab kasarab. Xuddi shayton suydigiga o'xshaydi. Sarab degan gap, sarab degan sarab, ya'ni manda cho'l bayoqlarda chinqi tush vaqtida
Şuna qarasаңыз sudek ko'rinadigan cho'l bayavan. Güzanlarga sudek ko'rinadi. Yaqin borsangiz yo'q. Yerdan qarasаңыз ko'rinadi. Buni bizda ezit qo'ham deb qo'ydi. Ezit qo'ham deb qo'ydi. Shayton suydiki deb qo'ydi. Sarab ham deb qo'ydi. Mana bu narsa ismini va ayda ko'zi ko'rgan odam ezit turgan ezit qo'y. Ya'ni demakchi o'g'li yolg'on narsa demakchi. Alloh taoloning ishtiyoqidan boshqa ishtiyoq, menga Alloh taoloning ishtiyoqi eng yaxshi sharob. Alloh taoloning ishqi sharobini ichsam eng yaxshi sharob, ishqi sharobidan boshqa sharob hammasi menga sarob deydi. Ishqi sharobi ichgan qulning havosi yo'q deydi. Shuningmi? Allah yadi baldın tatlık iyi dostlarım. Gaflet temin tarsa bulmaz mizası yok. Tevbe takva taat bilen ömröt gözün başka işte ömröt geçse mizası yok. Diyen gap bu hemmesi Allah'ın işqi, Allah'ın yadı en yaxşı şarap aşıklar üçün. Ondan başka şarap hemmesi sarap deydi. Bu diyen hikmetlerde, şiirlerde aşıklarınki, tasavvuf ehli şeyleri tefsir yazılan. Ve hâzâ ve lihâzâ deydi. Bu sebepten teral ummetel mücahidin, yani cihat diyen iki kıl bulduk arkadaşlar. Yani mücahid ümmetler demek çok ne? Bir cihad-ı ekber, yani bir cihad-ı asgar. Cihad-ı ekber diyen, cihad-ı asgar diyen Allah yolunda kol kırışı götürüp, Kur'an'ı götürüp kafirler bilen, din düşmanları bilen ve uruş kılıçını ne deyimiz? Cihad asgar deyimiz. Cihad-ı ekber çötesi cihad-ı ekber diyen وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizning barımızda, bizning to'g'rimizda cihad qilganlarni bizning yo'limizga boshlab qo'yamiz degan gap, ya'ni nafs bilan qilingan jihad. Al-mujahadatu ma'an nafs, yoki bin nafs. Nafs bilan kurash qilgan, nafs bilan jang qilgan doimo jangga akbar deydi. Nafsi bilan jang qilgan doimo jangga akbar. Ya'ni nafsi bilan urush qilgan eng cho'ng jang. Nafsi bilan urush qilish eng qiyin. Masalan, bir odam attigalikda qubab tahajjud namoz o'qish uchun nima qilish kerak? Nafs bilan urush qilish kerak. Masjidga jamoatga chiqib, bunday qilib jamoat chiqish uchun nafs bilan urush qilish kerak. Undan keyin telefonlarda qalaymagan narsalarni ko'rmaslik uchun nafs bilan urush qilish kerak. Bir odam jangga chiqqan vaqtida anda qiynalmaslik mumkin ba'zida. Ya'ni chunki jangga chiqdi-hamdi u. Chiqdi, bo'ldi. Lekin ma jangga chiqqan odam, amaliy jangga chiqqan odam ya bir pay o'q yesa, ya partasa o'ldi ketdi, shahid bo'ldi, ish tugadi. Ya'ni vaqtlik cheklik, ya'ni ya 1 soat ya 10 soat ya 1 yil masalan. Lekin ma nafs bilan qilgan jihatchi aşı şeriatga taklif qilingandan tatib o'lganga qadar davomli shayton bizlar bilan bor. Nafs ammara bisu bizlar bilan bor. Bu nafs ammarani aşı davomli boshqurib, bu nafs ammara bisuning ustidan g'olib kelmaguncha bu nafs ammara bizni boshquradi. Nafs ammara bilan jang qilib, jihad qilib buni yengib ustidan g'olib kelganchigimizda nafsimiz nafsil lavvama qatorga ko'tariladi. Ya'ni yaxshilik qilsa xush bo'ladigan, yomonlik qilsa bizga malomat qiladigan. Lekin yomonlik qiladigan. Yine bu bilan jihad qilib, uni yenganda nafsimiz 3-martaba nafsul mutmainna. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah degan. Yani o'la vaqtimizda Alloh taolo bizga sen Allohdan rozi bo'lgan, Alloh sendan rozi bo'lgan holda Rabbing tarafga qayt deb nido qiladigan nafsul mutmainnaga o'rlaydi. Bu nima qilisham bo'ladi? Jihad qilish bilan, nafs bilan jihad kurash qilish bilan bo'ladi. Undan keyin Alloh taolo qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Nafsini tazkiyat nafs, nafsini tozalab, nafsi mutmainnaga ko'targan taraqqiy qilgan odam nima nijot topadi qiyomat kuni. Nafsini ash nafsi ammari bi su'alat qilib qo'ygan odam cho xor rasvo bo'lib ketadi. Tushundingmi? Shunda tazkiyat nafs nima farz, eng birinchi farz. Bunu bilish kerak. Shu yerda siz shu sababdan deydi. Shu sababdan ummatul mujahidin, mujahid ummatlar, nafs bilan jihad qilgan ummatlarni yuftiruna bi shurbi qatra. Bir qatra, bir tomchi suv bilan iftor qilayotganligini ko'rsan. Fi arba'inat. Arba'inat deydi. Bi arba'inat degan gaplar shart bu tasavvufni bilmaydigan odam bo'lsa, ma'ni tarjima qila olmaydi. Arba'inat degani
Çille dedi, çille. Çille degan gap 40 gün. Biz tasavvufda itikapta bir ibadat var. Ramazandagi 10 kunlik itikapdan başqa itikap. Ya'ni sizlar bir murshid kamilniki yaniga kirib, nima qilib kirsizlar? Bay'at bersizlar. Bay'at berib, undan keyin sizlar zikrlar, murshid kamil sizlarga istig'for, durud sharif, tahlil, la ilaha illalloh zikrlarni sizlarga bir do sabaq qilib, asta tadrijiy sabaq qilib beradi. Sizlar bir zaman bir darajaga yetgan vaqtinglarda anda u murshid kamil uni biladi, sizlarga ma'lum bo'ladi. Shu chog'da sizlarni xilvatga kirgizadi, xilvat bu aslida degan payg'ambar alayhisolamning Hiro g'origa o'tirgan xilvatidan kelgan. 40 kundan kelgan Musa alayhisalom 30 kun o'tirib, unga yana 10 kunni ziyada qo'shib qancha kun o'tirgan? 40 laylada Musa alayhisalom 40 kun o'tirganmi? 2 kun shu yerga kelgan. Shuning bilan 40 kun yolg'iz xilvatda, to'kmi yo'q qorong'uda xilvatda o'tirib, onda faqatlam masjidga jamoatlik namoz qilib chiqib, yana kelib shu xilvatda o'tirgan gap. Undan keyin 40 kun o'tirib zikrini aytib, hech qanday odam bilan aralashmay, shu nafs bilan jihad qilgan gap. Mushu 40 kun ro'za bilan taqa. Bu ro'za, tushundingmi? Ro'za bilan itikopdagi ro'za bilan bo'ladi. Uni kenidan boshqa odam bilan aloqa yo'q, hech kim bilan kelib kurashmaydi. Faqat jamoatga masjidga chiqdim, gapmaygan kelib o'tirdi. Ayda 40 kun o'tirgan gap. Mushu 40 kun o'tirgandan keyin bu nafsini yengib chiqqan bo'ladi. Anladın? Mana mushu 40 kunning ichida ay mujohid ummatlar, ya'ni nafs bilan jihad qilgan bu ummatlarniki iftor vaqtida bunda bir qatr suv bas. Bitim suv ishkanligini ko'rsan deydi. Nima ish qilsa? Liyakhruja an haddil karaha. Karahiyat haddidan chiqish uchun. Payg'ambar alayhisalom to'sdimi? To'sqandan keyin endi iftor qilib ulab ustisini bo'ladi, makruh bo'ladi. Shuning uchun bular taat amali ibodat qilaman deb makruhatga tushib qolishdan nima qilyapti? O'zini tatib faqat bir yutumlam, bir qattiq qanam so'zini qildi, ichib qo'ydi, iftor qo'ydi. Ya'ni qo'zg'alib to'g'azmaydi yana. Nafsini jazolash, nafsining ishning eng birinchi yo'li qaysi bilamsizlar? Nafsini ochliq jangiliga tashlash. Alloh taolo nafsini yaratib, insonning nafsini yaratib 1000 yil jahannam o'tiga tashladi deydi. 1000 yil jahannam o'tiga tashlab, unga chiqarib nafsini olib, "Ey nafs, sen kim, men kim?" deb so'radi. "Men anta va men ana" deb so'raganda nafs dedi. "Anta, ana" deb javob berdi. 1000 yil jahannam o'tiga kelib chiqib, "Sen, men" deb javob berdi. Alloh taolo bu odam bo'lmabdi deb yana 1000 yil suvoq bilan qiynaydigan jahannamga tashladi. 1000 yildan keyin nafsini chiqarib, "Ey nafs, sen kim, men kim?" deb so'radi. Nafs, "Ya Rab, sen, men" deb javob berdi. 3-chi qatimda qanday qildi? 3-chi qatim Alloh taolo nafsini 1000 yil ochliq azobiga jahannamga tashladi. Ochliq azobiga jahannamga tashlagandan keyin 1000 yildan keyin jahannamdan chiqibdi. U ilgirki holatim yo'q. Noydag'da titrab egilanga turgan. "Ey nafs, sen kim, men kim?" dedi. Men o'zining ojiz bandalari, o'zlari bo'lsalar bizning kuchli ulug' Rabbimiz deb javob beribdi. Ha. Mana endi bo'ldi dedi. Demak, nafsining eng ashaddiy dushmani nima ekan? Ochliq. Nafsini boshqarmaydigan odam ro'za tutish kerak. Ro'za tutish bilan nafsini tizginlashning eng birinchi yo'li. Uning ikkinchisi zikr. Ikkinchisi tilni davomli zikr, qalb zikr, tomoqdan nafsini yig'ish kerak. Shuning bilan haramdan o'zini saqlash kerak. Nafs nima qiladi? Yengiladi. Shuning uchun qasida Busirining qasida burdada Imom Busiri nima deydi? "An-nafsu kat-tifli in tahmilhu shabba ala hubbir rida'i va in taftimhu yanfatimi." Nafs degan bir kichik tifilga o'xshaydi, kichik bolaga o'xshaydi. Agar nafsni qo'yib bersang, xuddi kichik bolani bijitini armay qo'yib bersang, checha oqirib ketishi imidi onasini. Xuddi shuningdek nafs ayda qirib ketguncha sendan ayrilmaydi nafs ammari. Agar in taftimhu yanfatimi, agar nafsni bijitini arilsang, xuddi kichik bolani bijitini arilsang ayrilgandek, nafsni bijitini arilsang, nafs ham bijitini ayriladi. Xuddi kichik bola o'xshaydi nafs. Kichik bolani bijitini arilsang, o nima bo'ladi? Bijitini arilsang,
Ayrıldı. Ayrılsan yuğlap, imi çoğlap, hatta kodnağıda yok için imi danısını. Nefsim şunu okşaydı orada. Şu nefsini çoğum, onunki imizgüsünü arayışımız gerek. Nefsinin imizgüsünü ve açlık. Tamam. Yemek, içmekten ayırsak, onunki nefsini tizgileşki bulur. Hoş hem de, aslında bu usulünün gibi emez bu. Usul fıkhının gibi emez. Bu diyen ihsan babı. Tezkiye et nefsinin gibi. Meye dapkab dapkan gibi hem dap koydum hem de. Şu hayatta fina değil. Hem de وَهَذَا فِي صَوْمِ الْفَرْدِ وَالنَّفْلِ سَوَى. Hem de bu mekruhluk, yani ruzunu ulattısı mekruh diyen bu hüküm, ferz ruzu bulamdı, nefli ruzu bulamdı, okşaş. Okşaş ima, okşaş mekruh. Peygamber Efendimiz'in nehiyiz, okşaş gelgen. Ve hem de ayak meselesi geldik hem de. Ve ruhiye, rivayet kılındı ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam, üzünün sahabelerine namaz okup bir vatattı. İz hala'ani aleyhi diyen tusattın Resulullah üzerine şıkkı ayğını selivetti. Fehala'uni alehum. Şimdi ola sahabıdan hemmisi ayaklarını selivetişti. Felemma kada salatehu. Peygamber aleyhisselam üzerine namazını adak bu vaktada dedi ki ma hamelekum ala ilqaikum ni'alekum. Sizlerine ayaklarını taşlı vetişke, selivetişke ne mi zorladı? Dedi halu ula dediler ki Ra'aynâke elqaytene aleyk. Biz senin ayağına taşlavat kalıqını gördük. Şuna biz mi taşlavat ettik? Dedi Peygamber dedi İnne Cibril aleyhisselam Cibril aleyhisselam akhbarani enne fihima kaziran. Cibril aleyhisselam bana bu benim iki ayağımda nicaset bağlılığını haber kıldı. Şu sebepten ayağımı selivettim. İzâ câe ahadukumul mescide felyandur. Kaçan ki sizlerinin bununla mescid kelse felyandur, qarab baksın. Fe in rafine aleyhi qadiran. Eğer üzünün iki ayağıdan nicasetli görse felyumsihu onu eğitivessin. Vel yusalli fihima. Onun namaz okuyuversin. Diyen. Hâzihi temessukâtu Ebi Hanife rahimahullah. Mana şu Ebi Hanife rahimahullah'ın ki ısılgan delilleridir. Demek ki Ebi Hanife'nin ısılgan delilleri diyen gelmem yani. Hanefi mezhebidikiler demek ya. Ebi Hanife rahimahullah'ın üzerine yahut ısılgan delili bulması mümkün. Mesela Hanefi mezhebideki bazı alimlerin ki demek ki. Çünkü ben abi biz depegendek bizdeki en küçük delil kalsa Peygamber Aleyhisselam üzerine namaz tutup yani ben namaz okuyandık namaz okuyanlar diginin üzü demek Resulullah'ın kılan yalnız kılan kılıkı vaciplik ifade edemeydi kallıkını. Belki buyruk gelgenden de vaciplik ifade edemeydi kallıkını görsün. Hem de Şafii Rahimahullah'ın delili geldik hem de. Şafii Rahimahullah nimi delilini tuttu bununla gibi geldiyse ama Şafii Rahimahullah Şafii Rahimahullah olsa fekale tareten bir kıtım mundak dedi ala sebili tenezzül tenezzül yolu bilen innel fi'lel vücubi kel emr fiil Peygamber'in kılan fiili vaciplikka nispeten kel emr bu okşaştır dedi. Bu tenezzül yolu bilen diyen dedi. Tenezzül. Bizde tenezzül terakkide bir şekilde delil yolu var. Böyle istidlal yolu var. Tenezzül diyen çok ise yani biraz şüpheliş. Yüzüne davasıdın, yüzüne kılan davasıdın biraz şüpheliş. Yani demek ki onu fiil bilen emir okşaş emez. Öz eyni emez. Dekin mi? Öz eyni emez dekin okşap kalıdı. Şu ikisi okşap kalıdı dedi. İkisi okşap kalıdı. Yani fiil emir ikisi bir narsa emez ama okşap kalıdı o. Aslında diyen gibi olmaz yok. Caibe ornuma mı dedi ki okşap kalıdı dekin vaciblik ifade edip. Biz birkaç şüpheli bir yakınam demekçi. Şu anıma demek ki o ne? Mertebetul fiili edna anil emril kavli. Mertebetul fiil. Yani fiilin mertebesi ağzaki emirden biraz deme tüvendirak. Demek ki tenezzülden demek ki ona. Demek ki kel emir dediğine. Kel emir diyen bilen el emir diyen ki el fiilu huvel emir diyen bilen kel emir diyenin atışının bazı fark var çünkü ama. Li'ennehu aleyhisselam çünkü Peygamber aleyhisselam delil var. Şugile en erba'i salatin yevmel khandak. Khandak günü 4 vakit namazın karşılık kılındı. Yani meşgul bulap kaldı. Can ulan bulap ve okuyanmaya kaldı. Fekadahunne murettebeten. Ulanı hem tertip bilen ada kıldı. Avval pişimini unukken, esrini unukken hüttemne, şamını unukken hüttemne kazasını okudu. Ve kâle
Peygamber dedi ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Meni xuddi mening namoz o'qiganimni ko'rganinglardek namoz o'qinglar dedi. Feceale mutabaat ef'alihi. Hem de Şafii'nin delili nerede desanglar? Yani fa tefsili. Yani Peygamber Aleyhisselam özünün ef'allerini, iş hareketlerini özünün iş hareketleriga mutabaa qilish, yani ergeçmekni lazimetul li ummetihi, özünün ümmetiga lazım kıldı. Mening namoz o'qib ko'rgandek namoz o'qinglar degan, yani men qilgandek qilinglar degan bo'ldi. Men qilgandek qilinglar degan gap, yani mening fe'limga ergishinglar degan bo'ldi. Demak Peygamberning fe'liga ergishish vojib degan modelini keltirdi İmam Şafii. Biz men mush dalil keltirib İmam Şafiiga mush dalil bilan biz nima qilamiz? Endi İmam Şafiiga javob beramiz. فأجاب عنه المصنف رحمه الله بقوله. Musannif rahimahullah İmam Şafii'laga o'ziniki bunu qabul bilan javob berdi. Vel vujubu, bu yerdeki vaciplik, yani bu hadisdeki vaciplik, yani bu hadisden sabit bo'lgan, ifodalangan, istifade qilingan vaciplik bo'lsa, ustufida Peygamber Aleyhisselam'ın sallu kema ra'aytumuni usalli degan qavli, buyruq. Sallu degan nima? Amr, sigatul amr. Mushu qavli ag'zoki bo'lgan, mushu buyruqidan istifade qilindi. La bil fi'li. Peygamber Aleyhisselam'daki dastlabki tertib bilan o'qigan namozdan emas, balki sallu degan so'zdan istifade qilindi. Nima ish qildi? Chunki law kana al fi'lu mujiban. Agar Peygamber Aleyhisselam'ın mujarrad fi'li, yolg'iz qilgan, namoz o'qigan, qazo o'qigan ishlar vojib qiluvchi bo'lgan bo'lsa edi, lattaba'uhu, sahobalar darhol Peygamber Aleyhisselam'ga shu vaqt ergishadi, bi mujarradi ru'yatil fi'l. Peygamber Aleyhisselam'ın qilganligini ko'rib ergashgan bo'ladi. Va lam yahtaju ila hadal qawl. Peygamber Aleyhisselam'ın bu gapni deyishiga ularning ehtiyoji qolmagan bo'ladi. Peygamber Aleyhisselam bu gapni demagan bo'ladi. Namoz o'qigan bo'lsa, uni ergashib o'qigan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam demagan bo'ladi. Demak, Peygamber Aleyhisselam'ning qilgan ishi sunnatni ifodalasa, buyurgan so'zicho, buyruqicho nimani ifodalaydi? Vojibni ifodalaydi. Mushedisning o'zidan chiqadi. Tushunarli, mushedisning o'zidan chiqadi. Endi vaqala taratan İmam Şafii rahimahullah yana bir qatim bir tushpirib nima qildi? Tushpirib fe'l vojiblik hukmini ifodalashda amalga o'xshaydi dedi. Yani yeni bir qatim jo taraqqiy bilan ala sabili taraqqiy bilan bunday demdi. O anda tushpirish yo'li emas, o'ylab, tushpaga yani chiqib, yo'q. Fe'l degan nimaning o'zi, amalning o'zi. Amal ifodalagan hukmning o'zini fe'l ham ifodalaydi, ikkisi o'xshash. Anda o'xshash ikkisi emas, ikkisi aynı bir narsa. Ya'ni amal ikki xil bo'ladi. Amr degan biri amr qavli, ya'ni bir amr fe'li bo'ladi. Deb amrni ikkiga bo'ldi. Taraqqiy yo'li bilan qanday qilibsa innal fi'la qismun minal amr. Chunki fe'l degan Peygamberning qilish fe'li bu nima? Amrning bir qismi. Amrning bir qismi. Amrga o'xshamaydi u nima? Amrga kal amr emas, nima? Qismun minal amr. Amrning bir qism. Li'anna al-amrna, chunki amr degan ikki xil bo'ladi, ikki turlik bo'ladi. Biri qavlun, biri amr qavli, yana biri amr fi'li. Anladın? Peygamberning buyurgan so'zi, og'izda buyurgan so'zi amr qavli bo'ladi, qilgan ishi-cho amr fi'li bo'ladi dedi. Nima ish qildi? Limada? Li'annahu, chunki Alloh taolo atlaqallohu taala lafzal amri ala al-fi'li fi qawlihi va ma amru fir'auna bila shay. Chunki Alloh taolo Surah Hudning 97-oyatida lafzal amr degan lafzni fi'lga ishlatdi. Amr degan lafzni fi'lning o'rniga ishlatdi. Va ma amru fir'auna bila shay. Ya'ni Fir'avnning buyruqi, farmoni rashid to'g'ri emas demaydim dedi. Fir'avnning qilgan ishi to'g'ri emas. Dedi, mishalki amr degan so'zning ma'nosi fi'l degan bo'ladi. Nima? Buyruq degan bo'lmaydi. Ya'ni ay fi'luhu va ma fi'lu fir'avna bila shay degan bo'ldi. Nima ish qilsa? Annal qawla, chunki qawl degan, gap degan nima? La yusafu bir rashid. Arabning urfi odatida rashid, ya'ni hada am qawlun rashidun deyilmaydi. Hada qawlun rashid. Bu qawlun rashid deyilmaydi, balki nima deyiladi? Hada qawlun sadid deyiladi. Ma o to'g'ri gap demoqchi bo'lsa, hada qawlun rashid demaydi, balki hada qawlun sadid yoki qawlun sahih. Yani sadid deb keltiriladi. Ammo Alloh taolaning bu yerda va ma amru fir'auna bil rashid deganligining o'zi Fir'avnniki ishi to'g'ri emas demoqchi. Fir'avnning buyruqi to'g'ri emas demoqchi emas bu yerda.
deb modelini keltirdi. فأجاب المصنف عنه. Musannif rahimahullah bu delilge buna cevap verdi. Yüzünden bunu kabullen. Ve summiyel fi'lu bihi li'ennehu sebebuhu. Emdi ayada fiilindeki işi emir bilen, buyruk bilen ataldı. Nemişka li'ennehu. Çünkü aşı buyrukның özü sebebuhu. Aşı işinin sebebidir. Emir demeler fiilinin sebebidir. Çünkü fiil buyursa, çünkü bir iş, eğer bir adam mesela ben tümürbekini su ekinin de bursam tümürbekini mi kılıdı o? Su ekildi. Demek tümürbekinin su ekiliş diyen fiili ge sebep olan nesini var benim buyrukum. Benim tümürbeki olan buyrukum tümürbekinin meyge su ekilişinin nemidir? Sebebidir. Çünkü anlamışsın ne demek için? لأنه سببه أي yani summiyel fi'lu fiil emir sigisi bilen ataldı, emir lafzı bilen ataldı bir yerde. Demiş ki çünkü emir diyen buyruk diyen sebebun lil fi'li diyen fiilinin sebebidir. Feyekunu min babil mecaz. Bu mecaz babının burudur. Yani sebep musebbep. Anladın? Yani demekçe yani sebepni sözlep musebbepni irade kılış. İtlaqus sebep ve iradetul musebbep. Sebep nima? Emir buyruk emir. Bunu itlaq işletti. Musebbep netice çoğu kılgan iş. Buyurgandaki iş kılınamdı o. İş şu işine ne mi kılındı? İrade kılındı. Feyekunu min babil mecaz. Endi ve innemel kelamu fil hakika. Bizim gibimiz bu mecaz meselesi demez. Bizim gibimiz bu lugavi, mecaz lugat meselesi demez. Biz hakikat ki, emeliyet ki emir buyruk sıgısı nemin ifadeydi o? Vacip ifadeydi. Lakin emeliyet ki fiil vacip ifade demek ki bizim hepimiz ne medeyat demez, mecaz babı demez, hakikat babı söz davatımızdaydı. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ve sellem ala khayr halqı seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer